Rossiyani tepasida qaysi okean joylashgan? Which ocean is located about Russia? Arctic Ocean. Arctic Ocean, to'g'ri. Xo'p, keyingi savol. Afrika, mana Yevropa, Afrika, bu yerda Amerika qit'asining o'rtasida qaysi okean joylashgan? In o'rta. Nima? O'rta. Yo'q. Pacific. Yo'q. Ha. Mana bu yoqda Amerika, to'g'rimi? Bu yoqda Yevropa, Afrika, to'g'ri? Pacific. Yo'q. Ikkita Atlantic. to'g'ri. Atlantika. Ya'ni akulada nechta tishi bo'lishi mumkin? 3000. 3000. Tushunarli. 3000. Okay. Nuriya, akulani gillari nimaga yordam beradi? To breathe. To breathe, to take the oxygen, ya? Xo'p, keyingi savol. Ya'ni Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalom qayerda qurishgan birga? A masjid. Ya'ni qaysi birini? Kaaba. Ka'batullohni birga qurishgan, to'g'rimi? Yahyo qaysi payg'ambarni baliq yutgan? Nuh. Yo'q, baliq. Fish, which prophet was swallowed by Yunus. Yunus alayhissalom. Not about a balık. A balık is too small. No, baliq turiydi-da. Kit. Whale. Okay, kit yutgan ekan. Xo'p. Ana endi keyingi savol. Quyosh nima bu? Quyosh planeta deymiz. Star, yulduz. Yahyo quyoshga biz yaqinlasha olamizmi? Because it's so far. It's really hard, to'g'rimi? Yahyo eng sovuq planeta, the coldest planet. And Mars. Mars. Nuri eng issiq planeta, lavalar yonib turadigan. Venus. Venus. Bo'ladi bugunga. Rahmat.